U o'z faoliyatini Farg'onaning chekka bir shaharchasida oddiy buxgalter sifatida boshlagan. Hech qachon tadbirkor bo'lishni orzu qilmagan, ammo 1998-yil uning ishdan haydalishi barchasini butunlay o'zgartirib yubordi. Bizni ta'sischi sani ishdan olib tashladi dedi. Arizani yozib ketgan dedi. Hech qanday sarmoya va aloqalarsiz kichik bir sexdan boshlangan chorak asrlik mehnat uni Farg'onadagi eng yirik zavodlardan biri Rivoj 98 asoschisiga aylantirdi. Bizni ta'sischi deydimi, sarmoya kirgizadigan, inson deydimi, motivatsiya beradigan, qarzga pul qarzsiz beradigan insonlar bor-da banda. Ota-onam, buvim bilan dadam deyiladi bizda. Shu dadam beradi, buvim bergan, necha yil ikkovlari homiylik qilgan. Bugungi sonda Muhammad Ali Mamadaliyevdan qanday qilib 28 yil biznesni muvaffaqiyatli olib borish, yuzlab insonlar ishlaydigan tizim qurish va rivojlantirish sirlarini bilib olasiz. Mana shuni qurish kerak, qanaqa qilib qurish kerakligini shularga o'rgatib ketmoqchiman-da, o'zim bilan olib ketmoqchi emasman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Allohga shukr. Intervyuga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Birinchi navbatda birinchi savolim odamlarga tushunarli bo'lishi uchun o'zingizni qisqacha tanishtirsangiz, kimsiz, nima ish bilan shug'ullanasiz? Ismim Muhammad Ali, Rivoj 98 kompaniyasini ta'sischisiman. Akva Medical klinikalar ta'sischisiman. Shu mehmonxona, Rivoj 98 mehmonxonalarida ta'sischisiman va boshqa bizneslarda shunaqa ta'sischisiman. Ko'p bizneslarda shunaqa. Juda kamtarlik qilyaptilar. Qanchadan beri biznes bilan shug'ullanasiz? 1998-yildan beri shu. Men tug'ilganimda biznes qilish boshlaganlar. Hozirgacha taxminan nechta biznesingiz bo'lgan? 10 nechtami yo'nalishda biznesim bor. Hammasi Farg'onada. Farg'onada. 13 ta. 13 ta. Endi savol tug'iladi. Men o'zimda birinchi savol tug'ildi. 13 ta biznesingiz bo'lgan. Hozir ham 4 ta 5 ta biznesingiz bor. Yirik bizneslar. Endi qo'pol aytganda puldan qanaqadir muammongiz yo'q. Lekin o'zimizdan legendarniy Cobalt'da yurar ekansiz. Nimaga Mercedes olmadingiz, BMW olmadingiz, bilmam, qimmat gelik olmadingiz? Imkoniyatingiz bor. Yo'q desangiz men ishonmayman. Biz endi quruvchi bo'lganimizdan keyin nima deysiz, zavodlar quramiz. O'shancha bu nima deydi, o'shanga ketadigan mahsuloti bor joylar narsa yaxshida. O'shandan chiqib olinganda. Zapchasti bor demoqchisiz. Zapchasi ham bor, hamma narsasi bor-da. Xohlagan ustiga tuzatish mumkin. Masalan, deylik, bilmam, qanaqadir rejangiz, maqsadingiz, bilmay, havasingiz kelgan mashina bordir balkim. Bo'lmaganmi hech qanaqa shunaqa? Men havasim keladi. Maxsus texnikalarga havasim keladi. Shunaqa texnikalarni olishimiz kerak. Hozir shu rejalarda bor. Maxsus texnikalarga qiziqaman men o'zi. Shu zavodni rivojlantirishga ko'proq fokus qaratgansiz. Shu. Zo'r. Nimaga bu yoqdan boshladik? Nimaga bu yoqqa taklif qildingiz? Qayerga keldik? Bu dadamlarning uylari, dadamlar, buvimlarda biz tug'ilgan joylar shu eshikda tug'ilganmiz. Hozir har kuni ishga ketayotganimda bir, endi qaytishimda bir kiraman, endi o'rtada qaytsam ham kiraman. Har kuni bizni nima deydi, yaxshi ko'rgan uyim, dadamlar bor. Bulardan duo olib ishga ketamiz. Qaytib kelayotganda duo olib uyga qarab ketaman. Zo'r. Xudo xolasa duo olib intervyuni boshlasak bo'ladi. Alhamdulillah. Bemalol. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Dada, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Assalomu alaykum. Tuzimisiz dada? Yaxshimisiz? Amin. Ilohim. Rahmatga. Rahmat gap. Tuzimisiz dada, sog'lig'ingiz yaxshimi? Bardammisiz? Buvimlarni ziyoratga jo'natardingizmi? Uchta ketishdi. Imom al-Buxoriyga. Ishga ketyapti, o'sha ishga ketayotganimiz uchun sizdan bir nima duoda olib ketay deb kirgan edim. Boya gaplashganimizda aytdilarki, ko'p pul so'raganman biznesim uchun, ko'p pul olganman dadamdan dedilar. Menda pul bo'lishligi eski o'g'lim Koreya dedi. Puli kelib turardi menga.
o'shanda pul bilan ta'minlab turganmizda endi. O'zimiz ham yomon bas edik. 10 ikkita mol bor edi. Eshikda. Devamlı qoqilib qo'ygan joyimiz ham yo'q edi. Yaxshi endi. Ishiga e'tibor berdim. Mani rivojlantirib oldi. Yaxshi bo'ldi. Endi hammasi hozirga aytganda shu halolga qarab ketaversangiz yaxshi. Dadam buvimlar bizni ta'sischilarimiz. Ha. Hozir ta'sischi bormi desa bitta nimalar aytiladi, kecha kunisi nima sanalgan nimalardan-da. Foizsiz, minnatsiz, qaytarib berish sharti yo'qsiz. Investitsiya qilishgan. Ha, bermaydi nimada. Keyin xohlagan mahalda so'raysiz. Ha, qo'rqmasdan. Ha, xohlagan mahalda so'raysiz. Dadam ko'p bitta nimani aytib beraman. Nimadir dada bir ish boshlab turmaganda diritda. Desa, xo'p bo'ladi. Deyilsa, dada desam, nima ish qilding? Nima senga qilmagan dedim-ku, desa, va'da qilib qo'yibman desa, bo'ldingda. Dadam va'da qildim desam, shu va'dani hech mahal buzdirtirmaganda. Bizga endi shu buvimlar bo'lganda, buvimlar juda yaxshi gapirardi, hozir endi ziyoratga ketib qoldi. Dada, ishga ketyapmiz, duo qilsangiz. İki dünyalarını olsun, imanlarını bakmasın, boya çakalarını oldu, havasını körürler. Yüzet pırım terbiyesine işlerin yakılır, Muhammed olsun. Mağın yolda yürüyapsılar, seferlerin bir hatar kılır, Allah parmakı da açlar. Sigerlerine rahmat. Rahmat katakam. İmam Bey boluyla. Rahmat. Qanaqa qilib o'zi biznesga kirib kelgansiz? Ya'ni nimadir sabab bo'lganmi? Kimlardadir bu pul, ko'p tadbirkorlar bilan endi gaplashaman, kimlardadir boshqacha motivatsiya. Nima sabab bo'lib biznesga kirib kelgansiz? Biznesga kirishim, men o'zi buxgalter bo'lganman-da, sohamiz shunaqa buxgalteriyada buxgalter bo'lib ishlagan edim. 1998-yilda deb aytaman-da. Endi shu davrda shu oylik masalasi bo'yicha nima bo'ldi? Men ham shu oylikga ishlab nima qilar edik. Qilganimizda endi bir 6 oymakan oylik berilgan yo'q. Nima ish haqi olganimiz yo'q. 6 oy bo'ldi. Keyin bizni keldi, bizni direktor aytdiki, bizni ta'sischi sani ishdan olib tashladi dedi. Arizani yozib ketgan dedi. Shunda bitta nima bor ediki, men 3 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha tashkilotda 3 yil bo'lib ishlayotgan edim. O'sha oxir 3 yilda qarang, bana ustozlar qilib berar edi. Buxgalteriyani 3 oy urinaman, ustozga olib boraman, ustoz qilib beradi, soliqqa topshiramiz. Shu o'sha kuni men ishdan haydalgan kunim birinchi buxgalteriyani da o'zim chiqarganman hali bo'lganda. O'zim chiqarganman. Birinchi kuni shu kelib ishdan bo'shadingiz desa, shu ishdan bo'shasham men nima kayfiyatim buzgan yo'qdi. Shunaqa maza qilyapman. Men aytdim, o'zim dedim, shu nimani topshirib ketay dedim. Hozir mana soliqqa o'zim topshiray dedim. Shu nimani topshirib qo'yay dedim. O'zim orqamdan halaqa nima chiqmasin dedim. Boshqada bo'ldi dedi. Borib soliqqa nima отчетlarni topshirdim. O'sha oldin nima отчет topshirilardi, soliqqa отчет topshirib chiqdim. Endi piyoda qancha uyga ketasiz-ku? Uyga ketayotganimizda o'sha o'ylab ketyapman endi. O'sha 98-yilda endi nima qilaman degan so'z, nima ish bilan shug'ullanaman deb ketib, o'shanda aytdimki, o'zim biznes ochsam bo'lmaydimi deb o'zim bilan o'zim gaplashib ketdim endi. Undan keyin uyga yetib boribda ochsam o'zi yurib ketadimi? O'zi eplab qiladigan ishmi, qo'limdan keladimi, kelmaydimi deb o'ylab ketdim, bordim. Dadamlar uyda edi. Keyin dadamdan so'radimki, shunaqa dada, biznes ochmoqchiman. Nima deysiz? Desam, yaxshi dedi. Zo'r dedi, ochor dedi. Dadam tez qaror chiqaradi unaqa nimalarga.
keyin dadam ha ochsam nima deb qo'yaman nomini dedim. Nomini nima deb qo'yay desam, dadam aytdiki, rivojlantirib yurasan dedi, rivoj qo'ygin dedi. Xo'p dedim. Kelibda endi oldin statistikalarda mana shu kompaniyalar statistikalarda ochilar edi, o'sha tashkilotlar korxona bo'lib ochilar edi, xususiy korxona, ko'p tarmoqli shunaqa degan nimalar bo'lardi. O'sha davrda keyin kelsam rivoj degan kompaniya o'zi ochilib bo'libdi, o'sha tashkilotda kimdir ochibdi-da. Aytdim, dadam qo'yib berdi dedim. Bunga nima yo'qmi desam, keyin u yigit aytdiki, statistikada hozir otlari ham Erkinbek esimda bor. Nima 98 qo'yib qo'yaylik dedi. Ha, shunaqa qilsak o'tadi. Ha, o'tiradi dedi. Hozir nimada bor dedi, ro'yxatda rivoj bor dedi. 98 rivoj 98 yo'q dedi. Diyordi. Ha bo'ldi, rivoj 98 qo'yaylik bo'lmasam deyildi. Shu bilan bo'lib o'sha 1998-yilda rivoj 98 kompaniyasi bo'lib ochildi. Ya'ni shu sababi. Asl nomi rivoj edi. 98-yil bo'lgani uchun va nomi band bo'lgani uchun hozir endi patentlash deyiladi o'sha patenti. Statistikada patent ham rivoj 98 hozir. Ha, hozir rivoj 98. Ha, endi patentlari ham xuddi rivoj 98. Oylikka ishlab yuribsiz, 6 oydan beri oylik olmadingiz. Keldingizda biznes ochaman degan fikr paydo bo'ldi. Biznes ochish bu faqat ro'yxatdan o'tkazish emas-ku. Birinchi sarmoya kerak, g'oya kerak, bilmadim, balki ofis kerakdir. Bizni hozir ham aytaman, shuncha yil bo'lgan bo'lsa, bizni ta'sischi deydimi, sarmoya kirgizadigan, inson deydimi, motivatsiya beradigan, qarzga pul qarzsiz beradigan insonlar bor-da banda. Ota-onam ham buvim bilan dadam deyiladi bizda. Shu dadam beradi, buvim bergan, necha yil ikkovlari homiylik qilgan. Dadam birinchi investitsiyani kiritishgan. Ha, birinchi investitsiyani o'shalar nimasiz beradi. Foizsiz, peniyasiz va qaytarmaslik sharti bilan. Qaytarmaslik sharti bilan hech qanaqa minnatsiz ham. Zo'r. Nima yo'nalishda ochdingiz? U davrda endi 98-yilda hozir hamma mana tumanlarda, boshqa nimalarda dvigatellar ko'p ishlardi, kotelniy boshqa nimalarda o'sha admotka sohasi bo'yicha ochganman. Birinchi admotka sex bo'lib ochilgan. 98-yilda. Keyin qanaqa qilib hozirgi holatigacha keldi? Qisqacha sanab o'tsak, 98-yil admotka sex bo'lib ochildi. Keyin 1998-yilda admotka sex bo'lib ochilgandan keyin biz endi elektrga yaqinroq edim o'sha davrda. Keyinda elektr sohasi bo'yicha montajga nima qo'shgan edi, montaj qo'shdi, elektr montaj ishlarini berish uchun. Shu elektr montajlarda ishlarni bajarib keyinda xuddi nima deydi, shuna orqasidan-da nima qilindi-da. Mana shu darajaga yetdi. Bundaqa nimalardan endi bu sohalardan juda ko'p ochilgan. Bekilib ketganlar endi u mahalda endi yosh ekanmizmi, ilmi yetmagan deb bilaman. Men hozir bilsam, ilmimiz yetmasdan ko'p nima sohalarda hozir nima desam bo'lar ekan. Sohalarda endi sizga sanab berishim kerak desam ham aytib berishim mumkin. Endi nima ochgan edim? Do'kaxleb bor edi. Bitta takarni, revolverni, haldaqa nakatni stanoklar bor, sex bor edi. Bekilib ketganlarni aytyapman. Endi hozir o'quv markazi bor edi. O'quv markazlarim bor edi. 2004-yillarda ochganman. Nima yo'nalishda? Koreyaga o'qitib bo'lardi, jo'natish o'qituvchilarim bor edi, koreys tili nima bo'yicha. 2004-yillar edi shekilli. 2006-yillarda nimalar tantanalar zali bor edi, to'yxonalar bor edi, elektr tovar magazinlar bor edi, salonlar bor edi, erkak ayollar nimalari. Haldaqa qizlarni o'qitadigan o'qituvchilarim bor edi, chevar haldaqa nimalarga pishiriq o'qitadigan o'qituvchilar bor edi. Yana nima ochilgan edi? Shu hozir nima esimdan chiqdi bilmayman. Endi hozir
endi hammasi bo'lib bir sanaganimda bir 9 tami biznes bekilibdi-da. O'sha ilmsizlikda orqasidan bo'lganda o'sha davrda endi Yopilib ketganlar. yopilib ketganlari. Aha. Hozir ishlab turganlari qaysilar? Hozirgi ishlab turganlari endi birinchi asosiysi mana nima temir beton mahsulotlari. Temir beton mahsulotlariga plita ishlab chiqaramiz. Plita ishlab chiqaramiz, istalbalar ishlab chiqaramiz, oporalar. 7 metrdan 16 metr 40gacha istalbalar ishlab chiqaramiz. Fundamentlar ishlab chiqaramiz, PPSlar ishlab chiqaramiz. 500 kilovoltgacha liniyaga mana 500 kilovoltli liniyalarda tagiga fundament bloklar ishlab chiqaramiz. Birinchisi. Birinchisi. Aha. Yana bor. Ha, yana bor. Endi keyingi nimalari bor. Hozir endi o'zimiz drabilkalar bor. Endi tosh maydalash nimalari deyiladi. Zavodni davomi desak ham davomi bo'ladi. desa ham bo'laveradi. Shuni davomi desam ham bo'laveradi. Endi nima mehmonxonalar bor. Mehmonxona bu endi keyingisi shu klinikalar. Klinika hozir ishlab turganlar. Shu ishlab turganlar. 9 tadan ko'p biznes yopilib ketgan. Ya'ni novvoyxona, elektr bo'yicha sex, to'yxona, kompyuterxona bor deyishdi, qanaqadir kompyuter, internet kafe deyilardi menimcha. Internet kafe bu esimdan chiqib qolibdi. Hozir endi ancha bo'lib qoldi-da, bu bittalab hammasini eslolmayman. Bu nechinchi yilda ochilgan edik? 2004-yildami ikkita kompyuter markazim bor edi. 2004-yillarda ochganmiz. Bir 30 tami kompyuter bor edi. 32 tami deylik. Shunaqa kompyuterlar bor edi. U mahalda endi kompyuterni bolalar sotib olishga imkoniyati yo'q edi-da. Endi o'shancha o'sha joylarda nima qilingan. Nimaga yopilib ketdi? U pul olib keladigan biznes bo'lish kerak edi-ku. Yo'q, bizneslar u mahalda yosh edi-ku. Hamma ishni qilsangiz bir marta qilingandan keyin mana hozir ketyapti. Bitta biznesni qildingiz, uni egasiga topshirish kerak degan so'zi bor-da. Masalan, bitta mutaxassisni tayyorlab, mutaxassislarni oxirigacha o'sha ilm bo'yicha zo'r bo'lish kerak-da, ham pulni ham bilish kerak, biznesni ham bilish kerak-da. O'sha mutaxassisga topshirish kerak edi. Mana bitta adashgan tomonim, men to'g'risi bolalar endi adashmasin. O'zim energiyangiz baland, yo'siz, oyog'ingizdan o't chaqnayapti, hamma narsani o'zim qilaman degan so'z ketadi-da. Hamma narsaga ulguyman. Endi bu bor edi, barlar bor edi. Endi mahalda bu shunaqa bar qilib ochilgan, endi yosh ekanmiz. Men bunaqalarni hozir ochmayman. Endi unda yosh ekanmizda endi o'sha nimalar bor edi. Bunida hamma bizneslarda o'sha egasiga, o'sha joylarga topshirish kerak edi. Hozirgi bitta biznesni shu yoshlarga masalan maslahat o'shancha bitta biznesni shu oxiriga yetkazing. Biznes boshladingiz. Mana hozirgi aytgan 9 ta biznesingizda kimgadir topshiradigan payt keldi. Topshira olmadingizmi? Shunaqa odam topa olmadingizmi yoki biznesingiz shunaqa tizimlashmagan edi? U odamga to'g'ri kelmadimi? Yo'q, battada o'zimda ayb. O'zim o'shanga tayyor bo'lmaganman-da. Ya'ni ko'p biznes qilishganmi? Yo'q, topshirishganmi? Topshirishga masalanda topshirish kerak deganda o'zim qilaveraman degan fikr bo'lganda, masalan, hozir ham aytadiki, o'zim nima qilaman deydi, biznes topshirsam deydi. Yoshlarda masalan o'zim topshirsam nima ish qilaman deydi-da. Uni topshirmasangiz vaqtingiz ketib qoladimi? Vaqti ketib qoladi, boshqa bo'ladi. Hozirgi endi-da mana ustozlarda aytgan nimalari ko'p nimalarda ustozlarimiz, bizdan ulug' ustozlarimiz bor, rahmali o'tib ketgan ustozlarim bor. Mendan yosh ustozlar bor. Ancha mendan yosh ustozlarim bor. Hozir yangi ilm, yangi soha bo'yicha-da, yangi hozir mana yangi sohalarda ketyapti. Bularda yosh ustozlarimiz bor. Bularda nimasi bo'yicha o'shanda bunaqa ilm bo'lmaganda, men oldin bu hozirgi bilgan narsamni oldin bilmaganman-da. Oldin menga o'rgatishmagan. Oldin bundaqa o'quv markazlari, bundaqa nima joylar o'rgatadigan joylar bo'lmagan.
pul to'lasangiz yo ustozga borsangiz o'rgatadigan bo'lmaganligi uchun biz o'zimiz adashganmiz. Biznesda o'sha bitta nimasi ketyapti. Kamchiligi bormi? Qo'lda ulaydigan joyi bormi? Masalan, shu ketyapti. Bitta biznesni qildingiz. Biznes o'sha yurib turibdi, aylanyapti. Aylayotgan bo'lsa, soat singari aylanyaptimi, qatini yo ulayapmizmi? Qo'l bilan. Yatta qo'l bilan ulaydigan joylar bo'lganda endi qo'l bilan ulaydigan joyda yo soatda ulab turish kerak, yo bir sutkada bir marta ulab turadigan joyi bo'lib qolsa, shu biznes baribir to'xtaydi. Uni yo bo'lmasam o'sha ulab turadigan odamni qo'yib qo'yish kerak. Bizda ulab turadigan joy bo'lganda o'sha qayerdadir joyini ulab turish kerak edi. O'sha ulangan joy siz agar bir kun bo'lmasangiz bir marta o'sha joy o'sha yerga kelganda to'xtaveradi. Har kuni bir marta. Haftada bir to'xtaydigan bo'lsa, soatni burab qo'ysangiz bir hafta masalan ishlaydi, bir haftadan keyin o'sha soatni tugaydi. Tugasa bir haftadan keyin uni burab qo'yish kerak-da. Esingizdan chiqib qolsa nima bo'ladi? O'sha joyda mana turgan soat singari xuddi o'sha joyda qatib qoladi. Uni yana burab qo'yish kerak edi. Shu burab qo'yadigan joylarini qo'yib qo'yish kerak. Shu esdan chiqmasligi kerak. Kimdir har doim burab turish kerak. Yo bo'lmasam o'sha o'chmaydigan qilib qo'yish kerak. Bizneslarda hozirgi o'sha nimasi batta to'xtab bir-biriga ulaydigan bizneslarda qilmaslik kerak. Hozir yana agar qo'lda ulanadigan joy bo'lsa, yana bitta qo'lda ulaydigan, yana bitta qo'lda ulaydigan, uchinchisiga borganda bankrot bo'ladi. Yo bankrot bo'lmaydi, bo'lmasam 3 ta ochadi, bittasi susayadi. Mana yana ochaveradi, bittasi ketaveradi. 3 ta ochadi, bittasi ketaveradi. Hali birinchi ochgani bor-ku, birinchi ochadi, undan ko'zini uzatda yangiga qaratish kerak-da hozir. Yangiga qaratmasangizda yangida ilmingiz yo'q. Unga hamma ko'zni o'shanga qaratish kerak, o'shanda turish kerak, yurg'izaman deb harakat qiladi-da, hammasini o'shanga borib oladi. Keyin birinchi yurib turgan bizneslar sekin-sekin so'yib turib ketib qoladi. Agar soat singari buni bitta tomondan kimlarga ko'pincha aytiladi, bitta joyga desa, bitta ishni qiling, bitta bozg'onda bitta joyga uring, bitta ishni qiling desa, bular kimlarga taalluqli narsa desa, quyi o'rta biznes vakillari to'g'risida gapirilyapti. Endi yuqori bizneschilar, ular bitta sohani mukammal bajaradi, keyingi ikkinchisini keyin davom etadi. Hamma 3 ta biznes yo 4 ta boshqa biznes, bular hammalar biznesmenlar, bas bular ta'sischilar. Bular ta'sischi batta ajratib olinsa bo'ldi-da. Tadbirkor bilan biznesmenni ta'sischini ajratib olinsa, ularda yoshlarda mashaqatda adashib qoladiki, masalan, mana qilinyapti-ku, 3 ta biznesni eplayapti yo boshqa desa, u qaysi nimada turibdi? Hozir urinda turibdi. Quyimi, o'rtami, yuqorimi? Yuqorida turganga masalan tahlil nima deydi? Solishtirib deydimi? Nima deydi hozir? Analiz qilib. Ha, qalingada yo'q qilyapti-ku deb turib, o'shanga pulni nimasini sarflasa, u ta'sischi odamda. Ularda pul ko'p-da. U uchovini ham da masalan o'sha darajaga yetkazishi mumkin. Yoshlar birinchi nima qilayotganda, mana shu mablag'i yetmaydi, keyingi nimalarda ekoviga nima qilib, ekoviga imkoniyati bo'lmay qoladi, ekovini ham nima qilib qo'yadi. Yo bo'lmasa bittasini rivojlantiraman deb turib, bittasini bankrot qilib qo'yadi. Hozir aytdingiz, 98-yil biznes boshlagansiz, 2004-2006-yil oralig'ida hozirgi 5 ta 6 ta bizneslaringiz ochilgan. Har xil yo'nalishda. Shuncha ko'p pul topilganmi? O'sha Adnotka birinchi sexdan? Yo'q, Adnotka sexni o'zi basta. Endi yana ya'ni qayerdan buncha anaqa demoqchiman-da. Shunaqa katta summalar olib kelganmi u biznes yoki yana qayerdandir daromad bo'lganmi boshqa joydan? Yo'q, boshqa. Hozir energiyani balandligi ham o'zi ko'p narsani hal qiladi-da. Masalan, hozirda ya'ni o'sha nima davrda energiya oshiq, baland, keyinda
boshqa masalan boshqa ishlarni ham nima shunaqa ishlarni ham nima desam bo'lar ekan. Yana bitta ishni aytmay ketibman hozir. Nima deydi? Birinchi admotkani bekilishiga sababchi o'zimiz ham qilganmiz. Nimaga desa, maktablarda, nimalar bog'chalarda birinchi nima hali kichik katyol deydimi, mini katyol deydimi? Shu katyollarga o'zim o'tkazdirib berishni boshlab berganman-da, tumanda. Keyin davom ettirib ketishgan unaqa nimalar. Endi bu nechinchi yillar edi? Hozir yili esimda yo'q ham lekin. Shu 2000-yillarning boshi taqriban. Yo, bu tomoni bo'lsa kerak-da, o'shami-ki, o'sha davrlardan keyin yangi mana shunaqa boshqa o'shanaqa ishlar bilan ham shug'ullanganmiz-da. Remont ishlari bilan ham shug'ullantirgan moliya tashkilotlardan remont olib, nima deydi, remont brigadalari bor edi. U yoqdan ham pul kelardi demoqchi. Ha, bundaqa ko'p o'shancha soha ko'p edi-da. O'shani aytmoqchiman-da, ya'ni har xil sohaga pul tikkansiz-da. Kimnidir biznesida yollanma ishchi bo'lib ishlamagansiz. Har xil sohaga, har xil biznesga pul tikkansiz. Qaysilaridir kuygan, qaysilaridir yopilgan, qaysilaridir o'zingiz yopib olgansiz. Endi-da o'sha yopib berish to'g'risida ketyapti-da albatta. Biz nimaga uchun gapiryapmiz desa, bolalar vaqti ketib qolmasligi uchun gapirilyapti-da. Maqsad shu-da endi. Hozirda chiqibdi bolalarda umri ketib qolmasin, vaqti ketib qolmasin, yoshlar nima deydi? Hamma biznes yaxshi. O'sha bitta biznesni oxiriga yetkazib, o'sha ulaydigan joyi qolmasa, o'zi o'sha biznesdan chiqsa, o'zi ishlaydigan darajaga yetsa, o'shandan keyin boshqa nimani qilsa bo'ladi. U biznesda hozir endi aytsam, o'zi bitta sohani oxiriga yetkaza olmas ekanmiz. Hozir endi-da bitta nimani aytsam, birinchi 5 yillik desam 2030-yilgacha plan bor-da, endi hozirgi birinchisi. 2030-yilgacha bo'lsa, mana shu soha bo'yicha temir beton to'g'risida aytyapman hozir. 2030-yilda ham oxiriga yetkazmaymiz. Birinchi nimadan o'tiladi. Darajadan. Birinchi nimadan o'tiladi-da. Shunchalik hozir katta nima bozor katta. Bozor shunaqa katta, uni kattaki o'sha yo'nalish bo'yicha hamda o'shanga yetkazish uchun 2030-yilga harakat qilishimiz kerak ekan. Muhammad aka, zavodingizga keldik. 98-yildan buyon shu joyda joylashganmi yoki ko'chganmi bu yoq? Yo'q, 98-yildan beri shu joyda joylashgan. Bu oldin birinchi kolxozda ombori bo'lgan. Oldin Gazave deyilar edi. Gazave desa paxta quritadigan kolxozda paxta quritadigan joyi bo'lganda. Sotib olganmisiz bu yoqni? Ha, sotib olgan. 98-yilda. Oho. Taxminiy narxini eslolmaysizmi? Taxminiy narxi hozirgi pulga emas, o'sha pulga? Ha, o'sha pulga bir 500 ming, shunaqa bo'lsa kerak. 500 ming atrofida. Atrofida bo'lsa kerak-da. To'g'risini aytaman, bu sohani umuman ham tushunmayman. Ya'ni qayerdan pul qilayotganingizni o'zingiz tushuntirib bersangiz, qanaqa bo'ladi jarayon, har bitta jarayon, kim sotib oladi, asosiy mijozlaringiz kim? Bu yoqda mana bu katta temirlar nima xizmat qiladi? Shuni qisqacha tushuntirib bersangiz, qiziq bo'lardi hammaga. Yurib ko'rsatib bersangiz. Ma'qul, bu nima direktorlar bor. Men ko'rsataman nimalarni, savollar bo'lsa aytaverasiz. Qolganini direktorlar davom ettiraveradi. Ketdik, bo'lmasa bir ko'rib chiqaylik. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Hop. Oho, katta joy ekan, ha? Qisqacha tushuntirib bering endi Muhammad aka. Nima jarayonlar bo'ladi bu yoqda? Nimalar ishlab chiqariladi? Hozir asosiysi endi mana shu zotimizni nimasi? Buning ichida hozir 500 kilometrgacha fundamentlar ishlab chiqaramiz. Plitalar ishlab chiqaramiz, regellar ishlab chiqaramiz.
7 metrdan 16 metrgacha bo'lgan temir beton tayanchlari, istalbalar ishlab chiqaramiz. Asosiy mijozlaringiz kimlar? Asosiy mijozlar quruvchilarda. Aha, endi mana bu plitalarga. Ha, plitalarga quruvchilar, bular nimalarga, fundamentlarga montajchilar. Montaj kompaniyalari bor, shu 200 dan atrofida mijozlar bor. Shunaqa kompaniyalar bilan ishlaymiz. 200 dan ortiq mijozingiz bor. 200 dan ortiq kompaniyalar bor. Yillik aylanmasi qancha sir bo'lmasa kompaniyani? Hozir o'tgan yildikini aytsam, bu yildiki endi oyini aytib beraver. Hozirgi bu kompaniyani mana shu nimasi 4 milliard mashina o'zi. Oylik. Oylik. 4 milliarddan 6 milliard. 6 milliardgacha. Qayerdadir 5 million dollar bo'ladimi? Yo'q, 500 ming dollar atrofida oylik aylanmasi. Zo'r. Qanaqa jarayonlardan o'tadi hozir? Men ko'rib turibman, hamma joyda ish ketyapti, lekin men uchun tushunarsiz. Jarayonlarda bizni ishlab chiqarishda direktori Nodirbekga nima qilinsa, Nodirbek tushuntirib beradi. Nodirbek aka. Hozir bizning birinchi jarayonimiz o'zimizning drabilkamiz bor. Maxsus drabilkamizdan Chevy, Mitsubishi, mana boshqa kontragentlar tashkiloklarimizdan hammasi semirlar keladi. Birinchi jarayonimiz mana bunkerimiz bor. Bunkerimizga Mitsubishi shag'allarni to'kadi. Ikkinchi jarayon o'zimiz maxsus shaxta podium deyiladi. Shaxta podiumdan nimaga bishalkan ichiga tushadi. Undan maxsus apparatlarimiz loy qilishni o'z avtonom loylarni qiladi. Loyda qilib bo'lgandan keyin u pastga maxsus aravamiz bor. Aravamizga tushib turib, yog'i quyilish jarayonlariga ketaveradi. Tepadan o'tadi. Tevadan o'tadi-da, tevadan loy qilib bergandan keyin maxsus qorishma bor. Qorishmada loyda qilib berib turib, aravamizga tashlaydi. Aravamizga tashlagandan keyin maxsus o'zi lentalarimiz bor. Aravaga olib borib, qoliplarga tashlaydi. Qoliplarda bolalar ish jarayonida ketgandan keyin maxsus o'zi avtokranlarimiz hamma yo'g'i ish jarayonida bajaraveradi. Qolip deganingiz mana bu narsa, mana to'g'ri deganimiz bular qolip. Aha, siz ijrochi direktorsiz. Yaxshi bilsangiz kerak, mijozlarni ko'p gaplashasiz. Nima uchun aynan rivojni tanlashadi mijozlaringiz? Albatta bizda hozir birinchi ustunlik tarafimiz bizda ob'yomda qiynalmaymiz. Sababi biz 4 ta seximiz borligidan xohlagan seximizni, xohlagan ob'yomimizni qilib beraveramiz. Keyin dastlabki butun respublika bo'ylab aytilgan soatda, aytilgan vaqtlarda bemalol yetkazib beraveramiz. Faqat Farg'onada emas. Yo, Farg'onada emas. Qayerda mijozlaringiz bor? Hozir eng uzog'i shu Qoraqalpog'istonga yetkazib beramiz. Qoraqalpog'istongacha. Ha, Qoraqalpog'istongacha. Ofisingizni bir ko'rib chiqsak, kompaniyangizning ofisi. Sizning xonangizdan bormi bu yoqda? Shu xona. Mana shu joy. O'zingizga alohida kabinet qildirmagansiz. Alohida hamma joyga masalan mehmonxonalarda ham bor, unaqa nima bas, mana shunaqa xonada. Nima bo'limlar bor bu yoqda bir ko'rib chiqsak? Hozirga. O'zingiz tanishtirsangiz ham mayli Nodirbek. Shu Nodirbek tanishtirsin bo'lmasa. Assalomu alaykum. Nima bo'limlar bor bu yoqda? Bizda hozir bitta moliya bo'limimiz bor, buxgalteriya bo'limimiz bor. Mana moliya bo'limimizni bosh mutaxassis Sajjon akam ishlaydi. Yoqda buxgalteriya bo'limlarimiz bor, HR bo'limimiz bor. Yoqda sotuv bo'limimiz ham bor. Eng asosiy bo'lim. Eng asosiy bo'lim sotuv bo'limi. Nechta xodim ishlaydi ofisda? Ofisda shu 20 ta, 22 ta odam ishlaydi. Umumiy. Taxminan endi odamlarga qiziq. Qanchadan qanchagacha oylik oladi xodim? Hozir bizda 5 milliondan boshlanadi. 15 milliongacha, 16 milliongacha oylik olamiz. Zo'r, 15-16 million ham oylik oladiganlar bor. Olaveradi. Bu endi bonuslarning hisobiga. Bonuslar bor, KPIlar hisoblariga, endi jamlasak shu 15-16 bo'ladi. Qanaqa bo'ladi sotuv bo'limining rahbari so'zlab bilan gaplashadi? Kiramiz? Ba'zi sotuv bo'limiz rahbari Ma'lumjon akam ba'zi tushuntirib beradi. Sotuv haqida so'ramoqchiman. Endi biza ta'lim loyihalarida yoki qanaqadir IT mahsulotlarini yoki fizik telefonga o'xshagan narsalarni sotganmiz. O'zim maktab bo'lganim uchun. Lekin mana temir beton mahsulotlari qanaqa sotiladi o'zi? Nima jarayonlar bo'ladi? Qisqacha tushuntirib bersangiz bo'ladi. Bizda temir beton mahsulotlari sotiladi, ya'ni o'sha plitalar, stalbalar, fundamentlar, rigellar bor. Bundan tashqari FBS bloklarimiz ham bor. Stalbalarimizni, misol, fundamentlarimiz bor, yuqori kuchlanishli elektr liniyalari uchun. Ularni misol O'zbekiston bo'yicha, undan tashqari qo'shni davlatlarga ham sotamiz. Buni sotish tartibi qanday bo'ladi? Buni biz
elektron tenderlarda qatnashamiz. U yerdagi mahsulotlarga narxlarimizni berib, u yerda yutamiz va dastavka qilib beramiz. Undan tashqari biz hududlarga ham chiqamiz. O'zimizda bolalar bor, sotuv bolalarimiz bor. Hududlarga chiqib, u yerda o'zi mahsulotlarimizni taklif qilishadi. Taklif qilib, o'sha tijorat taklifi bilan chiqishib, u bo'yicha ham sotamiz. Undan tashqari bizda CRM bazamiz bor. CRM bazamizda mijozlarimiz ro'yxati bor. O'sha mijozlar ro'yxatiga doimiy aloqa qilib turishadi, quruvchilar bilan gaplashib, rejalarni bilishadi, ularni qachon boshlaydi, o'shanga qarab turib, tayyor bo'lgan paytda qurilishi, plita zarurat bo'lganda tijorat taklifini berishadi, shu orqali ham sotiladi. Qanaqadir sovuq qo'ng'iroqlar yoki bilmadim, Instagram orqali sotilmaydi. Uni ham sotiladi. Bizni sotiluv ham asosan ham hozir ko'p urg'u qaratganmiz. Hozir alohida marketing bo'limimiz bor. Marketing bo'limi hozir bizni o'sha reklama qilishib, mana shu mahsulotlarimizni qo'yib berishyapti. O'sha bizni telefon raqamimiz bor, o'sha 9898 damashq raqamimizni bizni hozir sotuv bo'limini ikkiga bo'lib qo'yganmiz. Ya'ni call center bilan va sotuv bo'limi. Bular o'sha sovuq qo'ng'iroqlar amalga oshirishadi. Ya'ni o'sha 9898 damashqimizga kelgan qo'ng'iroqlarni обработка qilishadi, o'sha sifatlilarni sotuv bo'limiga berishadi. Undan tashqari ham o'zlari o'sha ijtimoiy tarmoqlardan, keyin o'sha quruvchilarni saytlardan qidirib topishib, tijorat taklifi bilan chiqishib, ularga agar ma'qul keladigan bo'lsa, biz mahsulotlar sotuv bo'limiga berishadi. Eng muhim narsa nima tadbirkor uchun? Masalan, sizlarga buyurtma bermoqchi. Nima xususiyatiga yoki nima faktorga ko'ra sizlarni tanlaydi yoki qaysi boshqa kompaniyani tanlaydi? Eng muhimi nima demoqchiman? Eng muhimlardan bittasi birinchi o'rinda sifat. Ikkinchi o'rinda quruvchiga nima kerak? Tezkorlik kerak, vaqt. Ular misol uchun quruvchilar misol uchun o'z vaqtida kelmasa, misol uchun mahsulot buyurtma qilgan mahsuloti u vaqtdan yutqizib qo'yadi-da. Usta olib kelgan boshqa bo'lgan, u har kun ustalarga misol uchun mablag' xarajatga olib taqiladi. O'sha narsani biz ularga taklif qilamiz. Birinchi o'rinda sifatli, ya'ni o'sha mahsulotlarimiz 100% o'sha zamonaviy texnologiyalar asosida chiqaramiz. Ya'ni par yordamida quritichimizdan tortib, universal vibratsiyamizdan o'tadi. O'sha qanaqa talab bo'lsa, standartlashtirish bo'yicha o'sha to'liq talab me'yorlari bo'yicha qilib beramiz. Birinchi o'rinda o'sha sifati, ikkinchi o'rinda o'sha tezkor yetkazib berishimiz. Ob'yomimiz ham katta. Misol uchun stalbalarimiz bir kunda misol 100 tagacha, plitalarimiz ham 100 tagacha chiqaramiz. Undan tashqari mana fundamentlarimiz bor. Ularda ham misol uchun milliy elektr tarmoqlariga jo'natyapmiz. Hozirgi kunda shartnomamiz bor. Xorazm viloyatiga jo'natdik. Misol uchun ularga ma'qul keldi. Xudo xolasa ular bilan bardavom ishlash rejamizda bor. 57 yoshga kirasiz bu yil. Pensiyaga chiqish niyatingiz bormi? To'liq hammasini yig'ishtirib bo'ldi. Bugundan umuman biznes masalalarini hal qilmayman, hech kim telefonini ko'tarmayman. Pensiyadaman degan. O'zi telefon qilmaydi hech kim menga. O'zi telefon qiladigan unaqa nima yo'q. Undan nima keyin pensiyaga chiqishga ham niyatim ham yo'q. Pensiyaga chiqish niyati yo'q. Ha, nimaga deydigan bo'lsa, hozir 15 yil 28 yil bo'lgan bo'lsa, biz qurgan narsalarni 100 ta bo'lsa, bir 4 tasini, 5 tasini qurdim. 43 ta podriyatchi bilan birga ishlagan edi-da. Men 43 ta podriyatchilar bilan ishlaganman. Bu deganiki 43 ta quruvchilardan maslahat olar edik. Bitta nimalarda-da, hamma joyda, bitta joyda to'planar edik. Bu ular qurgan, biz o'sha montajda bilan shug'ullangan narsalarni, masalan, 100 ta bo'lsa, 100 tadan hali bir 95%ni qurganim yo'qman. Endi buni da necha yil umrim bor, vallohu alam bilmayman. Hozir omalekim shuni da nima deydi, bolalarga-da men ustida nima turib bersam bo'ldi-da. Mana shuni qurish kerak, qanaqa qilib qurish kerakligini shularga o'rgatib ketmoqchiman-da, o'zim bilan olib ketmoqchi emasman. Va biznesdan chiqib ketishda reja. Ha, biznesda umrim oxirigacha ketadi. Bu nimaga desa, men biznes deganda ertalab oldin 6 dan boshlar edim men. Endi siz aytgan gaplarni 6 dan o'zim ish boshlardim oldin. Haqiqatan 6 da boshlardim, kechqurun 10-11 da tugatar edim, keyin ketar edim. Endi men soatli ishga kelmayman. Endi soatli masalan ish qatiga soat bilan bormaymiz. Soat bilan xatmiga borishimiz mumkin. Endi-da keyin o'qishlarga boraman. Hozir mana nimalarga boramiz. Hali ustozlarni o'qishlariga, o'shalarga soatli boraman. Endi masalan menga
qolgan mahalda bizneslarga ham telefon qilishmaydi. Nimagaki? Hamma o'zining direktorlari bor. Ish yurituvchilari bor, hozir nazoratchilari bor. Uni mendan ko'ra aqlliroq bolalarni bilaman. Hozir mendan ko'ra kuchliroq, mendan ko'ra aqlliroq bolalar bor. Hozir. Ya'ni hech qachon hammasini yig'ishtirib bo'ldi, endi bugundan ishlamayman yoki kimdir qo'lida ishlayman, biznes qilmayman degan kun ham bo'lmagan. Hayotingizda umuman. Yo, hayotimda ochgan mahalimda boshqa joylarda ham ishlaganmiz-da. Men o'zim ham ishlaganman. Undan oldin 5 ta kompaniyada ishlaganman. Yo'q, undan keyin demoqchiman. Ya'ni biznes boshladingiz, yurishni boshladi, qanaqadir qiyinchiliklar paydo bo'ldi. Biznes bu doim tepaga o'sish emas yoki bir xillik emas-ku, qanaqadir qiyinchiliklar bo'ladi, qanaqadir muammolar bo'ladi. O'shanaqa payt yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Bo'lmagan. Men endi sizga bitta nimasini aytsam, 2013-yilgacha to'g'ri o'sib bordi. O'shanda da boshida 5 karra o'sib borgan. Keyingi yillari bir bo'lib 2013-yillarga borganda bir sohani har xil sohaga kirib ketib bitta tashadi. Keyin shu bilan 2016-yildan beri hozir yana shu bir xil o'sishda kelyapti. Mehmonxonangizga keldik. Birinchi qiziq savol, nimaga mehmonxona qurdingiz? Bu yaqin atrofda men mehmonxona ko'rmadim. Talab bormi o'zi mehmonxonaga bo'lgan? Mehmonxona bizni Vadilda boshqa bunaqa mehmonxonalar yo'q edi. Oldin bo'lgan Soyuz mahalda, keyin yopilib ketgan. Endi shunga hozir turizm nimasi bo'lyapti. Shu kelgan mehmonlarni kutib oladi. Ha, o'zimizga kelgan mehmonlarni ham kutib olish uchun siz keldingizmi? Mehmonxonalarga kutib olib kelish uchun o'shancha qurilgan joylar. Asosan o'zingiz mehmonlaringiz. O'zimiz mehmonlar yo'q, hamma nimaga kelgan, bizning shahrimizga kelgan mehmonlarni kutib olish uchun yaxshi mehmonxona. Bemalol. O'rtacha necha pul turadi standart mehmonxona? Bu yoqda. Xonalari shu o'rta xonalar 500 ming, 600 ming, 800 minggacha bo'lsa kerak. Shunaqa bo'lishyapti. Foyda olib keladimi o'zi mehmonxona yoki zavodning hisobidan yashab qolyaptimi? Yo'q, o'zi qoplaydi. Endi biznesga katta daromad keltiradi. Hamma bizneslar katta daromad keltiradi deb aytmayman. Endi to'g'risi, ular o'zi qoplaydigan nima, daromad keltiradi. Ya'ni o'zini zeplab ketgan. Ha, o'zi qoplaydi. Kam daromad keltiradigan bizneslardan mehmonxonalar. Buni endi katta biznesga aylantirish mumkin. Buni endi mehmonxonalar bilan yana shug'ullanish kerak. Mana shaharcha uchun qurilgan mehmonxonalarda bu. Farzandlaringiz tug'ilgan payt sizni balki moliyaviy holatingiz yaxshiroq bo'lgan. Sizni yoshingizda payti. Ha, men to'g'ri aytyapsiz. Men hozir ham farzandlarga kam pul beraman. O'zlari ishlab topadi. O'g'illar masalan mendan juda kam pul so'rashadi. Men dadam to'g'risini aytsam, dadamdan so'ragan pulni bolalar mendan unchalik so'ramaydi. Bolalarim yaxshiroq deb. Ha, yo'q, nimaga deyilsa bilmayman. Endi ular hozirgi nima davrda nimasini tushunib qolishdi shekilli. O'zi ishlab topish uchun nima bo'lib qoldi-da, harakat bo'lib qoldi-da. Hozir sizning qo'lingizda ishlashadimi? Hamma bular. Qayerdadir direktor yoki qaysidir biznesdan hozir bizneslarda bitta nimasi, mana shu bosh direktor bitta o'g'lim. Biznesga o'zingiz tortganmisiz ularni yoki o'zlari qiziqib kelishganmi? Yo'q, o'zlari qiziqib kelishdi. Deylik, masalan, rassom bo'laman dada deb kelganida ham mayli derdingizmi yoki? Ha, men bitta tomondan endi nima qilganman, Vadilda bitta o'g'lim aytdiki, dada haldaqa qurilishda yuraman dedi. Bemalol dedim. Xohlagan ishini qilishi mumkin. Bizni biznesda yurishing shart emas. O'sha nima qilsam bo'ladimi deyildi. Biznesda o'sha nima bo'yicha ustalar bilan yurdi, boshqa nima qildi. Endi unchalik ko'p yurmadi. Keyin qarasa, bizni biznes bilanda endi xuddi o'sha bir xilroq. Endi qurilishdan uzilib ketdik demaymiz. Biz o'zimiz uchun o'zimiz quraveramiz omili.
boshqa nimalarga qurmasak ham o'zimizni kompaniyaga o'zi hammasini o'zimiz quramiz. Unaqa nimalarimiz bor-da. Ketdi va yana qaytib keldi. Ha, qaytib keldi. Yana qaytib chiqaman desa ham Yo'q, hech qanaqa nima yo'q. Menimcha chiqmaydi endi. Nimagaki atroflarni bir ko'rib kelsa, nima qanaqa ishlasa, qanaqa pul topishdi, masalan, harakat qilishdi bildi-da. Yaxshi bu. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, siz ularni majburlab o'zingizni sohangizga olib kelib qo'yganingiz yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar. Charchamayapsizmi? Siz emasizlar? Kelinglar. Xodal aka haqida intervyu qilayotgandik. Ha. Klinikalarni ham bir ko'rib o'taylik degan edik. Qizlarsiz, bilishim bo'yicha? Qizlarim-a. Va boshqaruvchisiz? Shu klinikani rahbari boshqaruvchisiman. Ozgina tushuntirsangiz, qaysi yo'nalishlarda faoliyat yuritadi, nima, qaysi kasalliklar davolanadi bu yoqda? Bu aktiv medikal klinikamiz Yangichekda joylashgan. Hozirda klinikamizda terapevt, kardiolog, endokrinolog, lorlar faoliyat olib boradi. 24 ta o'ringa moslashtirilgan. Kunduzgi ambulator va statsionar davolanish sharoitlari mavjud. Ya'ni yotib qolib ham davolansa bo'ladi. Pastida Kunduzgi ambulator shifokorlar ko'rigi ikkinchi etajimiz yotoqxona. Yotoqxonasi tepasida. Yotoqxona tepada joylashgan. Hududi qancha taxminan bu yoqni? 50 soti. Orqamiz bor. Qancha kasal keladi bir oyda taxminan? Bir oyda ambulator statsionar hisoblasa 500-600 ta kasal keladi. Statsionarda. Bu joyga rahbar bo'lguncha biznesda qanaqadir tajribangiz bo'lganmi? Men bu joyda rahbar bo'lgungacha dadamlarda 8 yil ishlaganman. Buxgalter bo'lib, o'zlarining qo'lida ishlaganman, keyin batga rahbar qilib jo'natganlar. Rahbar sifatida qattiq qo'llanmi yoki ota sifatidami? Qattiq qo'lman dedilar kecha gaplashganimizda. Rahbar sifatida ham, ota sifatida ham juda ham qattiq qo'l dadam. Talabchan, qattiq qo'l. Keyin eng yaxshi inson. Nima ko'rsatkichlarni ko'radilar u kishi? Mana hujjatlarni yuboramiz dedingiz-ku. Har kuni birinchi asosan bizdan kimdan qarzing bor deb so'raydilar. Qarzing yo'qmi deb so'raydilar. Xodimlardan, boshqa to'lovlardan, kommunalkalardan, soliqlardan qarzing yo'qmi deb so'raydilar. Qarz bo'lmasligimiz kerak umuman. To'lovlar doimiy to'lanishi kerak. Eng asosiy so'raydiganlari shu. Keyin nima qilmoqchisan? Rejang nima? Keyingi rejang nima? Yana nima qilmoqchisan? Nima qo'shmoqchisan? Nima olmoqchisan? Nima apparat qo'shmoqchisan? Shuni so'raydilar. Biznes bo'yicha maslahatlar ham olib turasiz? Doimiy dadamdan biznes bo'yicha maslahat olamiz. Oilaviy munosabatlaringiz bor? Biznes munosabatlaringiz bor. Qanaqadir aralashib ketib qolmaydimi ikkalasi? Yo'q, men o'zi eng ichlarida erkaroq, tantiqroqman-da. O'shaning uchun menga ko'p imkoniyatlar berilgan boshqalarga nisbatan. Hali oilada ham, biznesda ham menga imkoniyatlar ko'proq. Endi balki ayol kishi bo'lganim uchundir. Ishonchlarini oqladim deb o'ylaysizmi? Oqlashga harakat qilyapman. Ya'ni qiyin ish demoqchisiz. Ishonchlarini oqladim deya olish. Dadamda talab doim yuqori bo'lgan. Dadam o'zlariga nisbatan ham o'zlariga nisbatan ham, bizga nisbatan ham. Dadam hech qachon bo'laveradi degan gapni hech qachon gapirmaydilar. Dadam aytgandek bo'lish kerak, tartibli, doimiy nimada tartibda, intizomda, doimiylikda bo'lish kerak dadamda. Eng asosiy darajada o'rgangan narsangiz nima, masalan, biznesda? Dadamda eng asosiy hech qachon yolg'on gapirmaydilar. Biznesda ham, boshqa paytda ham aldamaslik. Keyin o'sha qarzga nisbatan doimiy dadam bizni qattiq turadilar. Soliqlardan ham, kommunalkalardan ham, boshqadan ham hech qachon qarz bo'lmasligimiz kerak. Aldamasligimiz kerak. Asosiysi davlatda ham, tashkilotlarda ham. Kompaniyangizda aksariyat top menejerlar qarindoshlaringiz, farzandlaringiz yoki sizning o'zingizning yaqinlaringiz. Bu qanchalik foydali, qanchalik zararli? Nimasi foyda, nimasi zarar? Hammasi deb ayta olmayman hozir. Aksariyati deylik. Nimaga desa, bunida nimasi endi bundaqa agar qattiq bundan ham qarindoshimiz, masalan, mana 7 ta xolam bor. 4 ta tog'am bor. Opoqim rahmalida
nevara chevara 47 tami nevara nimalari bor-da. Serurug'miz demoqchisiz. Serurug' biz. Dadamning 37 ta nevarasi bor, nevara chevaralar bo'lib hozir undan ham ko'payib qolgan bo'lsa kerak. Dadamdan so'rayman, men nechta bo'ldi deb qolman-da. Dada, deyman 37 ta desa, bunaqa qarindosh urug'lar biz bilan ishlab ketadiganini o'zi yaxshi biladi. Ko'p emas o'zi. Yo'q, ko'p emas. Bizning muhitga tushadigan ishlab ketiladi. O'zi qarindosh urug'larni tortish kerakmi? Masalan, men biznes ochdim. Menga xodim kerak. Bitta qarindoshim bor, bitta qarindosh bo'lmagan odam bor. Qaysi birini ko'proq ishga olishim kerak? Ha, endi-da qarindosh ikki tomondan da qarindoshni olish kerak. Nimagaki bitta qarindoshlik haqqi bor-da. Bitta qarindoshlik haqqi bor, bitta ishchilik haqqi bo'ladi. Bitta qarindoshlik haqqi bor-da. Omalakanda buyruqlar bir xil bo'ladi. Qarorlar ham bir xil chiqariladi. Ya'ni hamma uchun bir xil. Bir xil. Unida baland, buni past qilinmaydi. Nimaga buni ishga olishdan oldin bunaqa narsalarni yaxshi tushuntirib qo'yish kerak. Nimaga desa, ishdan haydab yuborilgan qarindoshlar ko'p. Unida kim bo'lishidan qat'iy nazar qarindoshchilik mana shu nimadan tashqariga chiqilganda qarindoshlikni qilib ketilaveradi. Kompaniyadan tashqariga chiqqanda qarindoshlikni qilaman. Men ham hech qanaqa nimasini uzmayman. Haydab yuborgan bo'lsam ham boraveraman men. Unaqa haydalgan boshqa bo'lgan nimadan ketgan uni bitta tomondan bizda bitta nima deydi, menda gina degan narsa, saqlash degan narsa bo'lmaydi. Birovdan orozlash ham yo'q menda. Xafa bo'lish yo'q. Undaqa xafa ham bo'lmayman, 10 da hal qilaman-da. O'sha nimasida chiqarilsa, masalan, aybi bo'lsa 10 da nima bo'ladi? Undan keyin qarindoshligimni qilaveraman. Xolos, birinchi o'rinda qarindoshlarni baribir ishga olgan yaxshiroq demoqchisiz. Nimagaki ular qattadir ishlash kerak-da. Siz qarindoshni olmasangizda, hozirda qarindoshlar to'g'risida ko'p nimalarda aytilarki, qarindoshni olmaslik kerak deyiladi. Menda unaqa fikrim yo'q. Qarindoshda olmasangiz, bo'lmasa pul berib turing. Olmay, u nimasi nima deydi? O'sha nima deydi? Bunday olib qarasa, dadamni avlodi Rahmonovlar avlodi deyiladi, palonchining avlodi bo'lsa, u undaqa holatga tushib qolmaslik kerak-da. Bo'lsa, indamay pulini berib turing, ishlatmay. O'sha nimaga tushib qolmasin-da, u qiyin holatga tushib ertaga birovga muhtoj bo'lib qolmaslik kerak-da. Bunida nima deydi, sulton suvidan tomabdi degan nima bor-da. Bizda masalan qarindoshlik kechmaysiz-ku. Sizni qarindoshingiz baribir ertaga birovga muhtoj bo'libdi, nima birovdan-da yo bo'lmasa davlatdan bir narsa so'rashda nima uchun jiddiy bir qattiq oriyatli narsa-da. Davlatga borib murojaat qilmaslik kerak-da. Yo mahallaga. Ha, boshqa shunaqa nima uchun biz turibmiz yo bizga o'xshagan nimalar nimaga shunaqa chiqib qoldi? Nimaga o'shanga berdi? O'shani qo'llab turish uchun yo bo'lmasa ishlatsin. Ularning ham haqqi bor demoqchisiz. Ha, ularning haqqi bor. Yo ishlatib pulini beraversin. Hech qanaqa nimasi bo'lmasa berib tursin. Bizda blitz qisqa savol beraman. Xohlasangiz qisqa javob berasiz, xohlasangiz batafsilroq javob bersangiz ham mayli. Yo'l yoki natija? Qaysi bir muhimroq? Natija. Yo'l yomon bo'lsa ham. Natija. Yo'l yomon bo'lsa ham natija muhimroq. Hayotingiz yoki dunyoqarashingizni o'zgartirgan bitta voqea yoki bitta kitob. Bormi shunaqasi? Dunyoqarashimni o'zgartirgan kitob yo voqea. Kitoblar, Qur'on. Tasavvur qiling, 1 million yosh tadbirkor oldida chiqish qilyapsiz va bitta maslahat berish imkoniyatingiz bor. Va ular amal qiladi shu maslahatingizga. Nima maslahat bo'lgan bo'lardi bu? Qarorni hozir chiqaring. Keyin kech bo'ladi. Biznesda anglagan eng katta haqiqatingiz nimada? To'xtamasdan harakat qilish. To'xtamasdan harakat qilish. Bu natijaga olib keladigan eng asosiy narsa. Asosiy narsa. Muhammad aka, rahmat kattakon vaqt ajratganingiz uchun. Umid qilamanki foydali bo'ldi. Rahmat.
fikrlaringiz bo'lsa, inoq bemalol yoshlarga, tadbirkorlarga yaqinlasangiz bo'ladi. Rahmat avvalambor kelganlaring uchun. Sog' bo'ling Ne'matjon, hamma komandalaringizga ham rahmat. Endi oxirgisi mana nima qilinadigan bo'lsa, yoshlarga taklif deyilyapti. Maqsad qo'ydingizmi? Maqsadga yetmaslikni sababi ishni paysalga solishlik. Ishni paysalga solmasin, maqsadga erishish uchun har qanday nimalarni yo'ldan toymasdan amalga oshirishni tilayman yoshlarga. Harakatdan to'xtamasdan. Harakatdan to'xtamasin. Sog' bo'linglar. Rahmat katta. Rahmat.